Miladi 1959 yılı 9. ayının 26. günü Yoshino yerim orulda quruqliqqa chiqqan tayfun bo'rinda 5000 dan ortiq odam o'lib ketdi va yo'qolib ketdi. Tabiat keltirib chiqargan son-sanoqsiz tragediyalar, balo qazoga uchirgan odamlarning taqdirida ajoyib o'zgarishlarni paydo qilsa-mu, lekin buningga qandoqmi tabiatla sababchi degili bo'lsin. Bu kuni amdili tug'ilgan bo'qini ching quchoqlab olgan bir yosh ona dahshatli bo'ron chapqin ichida yo'qolib ketdi. Mana bu ularning taqdirini belgilaydigan kun edi. Bu filmdagi hijron qayg'usi va visol shodligi 17 yilning oldidagi mushu kundan boshlangan. Tokyo yerlik taftish mahkamasining taftish amaldori Yoshino Nobuto va uning qotilining qizi deb qarilib qattiq azoblanayotgan o'z qizi oqidan echinishlik azob oqibatga duch kelmoqda edi. Albuki Shimazaki Naoko'ga nisbatan aytganda uningga tasalli beradigan birdan-bir narsa Nobutoning beqib olgan o'g'li Toshisoki bilan ikkisining sap muhabbati edi. Toshisoki o'ylimga yadin Shimazaki Ejining 18 yil burun o'z dadasini o'ldirib o'tganligidan iborat bu rahimsiz paketdan xabar topgandan keyin bir mahal qattiq azoblandi va ko'ngli so'p ketdi. Shuning bilan Naoko'ning amdili biq surgan muhabbati bir maydon bo'ron chapqinning dafsanda qilishiga duch keladi. Yaxshi bo'ldi. Baxtimga yarasha siz kelib qoldingiz. Sizning mening kasobatimdan uydan chiqib ketdi deb anglab 5 ming titik bo'lib ketgandim. Naoko. Ben hoş bo'lyapman. Elimsiz. Sağkensiz. Ben hoş bo'ldim. Toshisoki. Siz nimishqa Shimazaki Naoko bo'lib qolgansiz? Nima uchun eliq odamning qizi bo'lib qolgandingiz? Sabiy qiz muhabbat o'tida o'rtanib o'tdi. Lekin u qalbidagi tunji qitim chekilgan muhabbat tarisining bundoq rahimsizlarcha o'zidilganligini zodil o'ylab boqmagan edi. Kirsem bulandı. Dada. Toshisoki'de qaytib kelmedi mi o? Eli hişni onaga demesem boptiken. Toshisoki cho'ng bo'lib qoldi. O qanday qilish kerakligini bilish kerak. Xata tushunib qolmagan. Ben Toshisoki bilan Shimazaki'nin qizining oppoq chappoq bo'lib ketganini ko'rib, rostilla o'zimni bosolmay qoldim. Ochiqini aytsam,
Menimcha hozir uning ko'ngli son bo'lsa, bundoq galvonga qilmaydi. Bundan 18 yil burun Shimasaki Toshisokining dadasini o'ldirib o'tgan. Onun bilan Naoko bundoq rahimsiz paketdan xabar yo'q ahvolda. Bir og'iz gap bilan po'soq qildi deb sarsoq. Menimcha Toshisokining o'zgim foydasi yo'q deyman. Bo'ldi, so'zlamang. Hozir pushaymon qilgan bilan o'rniga kelmaydi. Yanala Toshisokiga ishonishimiz kerak. Oy, o qaytib keldi. Aka! Nim bo'ldingiz? Aka! Qandoq bo'lib bundoq tushib qoldingiz? Toshisoki, bu nemish Toshisoki? Toshisoki, siz... Aka, to'xtab turing! Toshisoki! Aka, siz Naoko bilan yiqirlashmang. Bo'lmasa cho'l odam xafa bo'lib qoladi. Bo'ldi, so'zlamang Yizmiko. Yezmiko, bo'ldi, kerak yo'q. Uning holidan men xabar olay. Siz chiqib turing. Xotirjam bo'ling. Toshisoki. Baya Naoko bilan ishqinglar zodi. Hech qanday ish bo'lmadi. Hech qanday ish bo'lmadi. Dadamni o'ldirib etgan qotilning qizi bilan deydigan nima gap bo'ladi? Men aslida sizni taqdirga qarshi kurash qilarmikin deb o'ylagandim. Acaba bu xatomi? Siz chiqib ketdim. Bu yerdan chiqib ketdim. Toshisoki, Chiqib ketdim deyapman. Toshisoki. Bu ishni Naoko'ga aytdingizmi? Uning ismini eg'iz qilmang. Toshisoki. Chiqib ketdim deyapman. Toshisoki. Siz Toshisoki'dan hech nima anglamadim. shundaqmi? Toshisoki bir ig'iz so'zmi qilmay, tuyuqsiz orqasiga o'yrilibla qochib ketdi. Nima ish bo'pti? Toshisokiga bir ish bo'ptimi? Hech nima bo'lmadi. Hech qanday ish bo'lmadi. Biroq akşam Toshisoki'ning ro'yi holati odatdagi chog'lardagidan boshqacharoq turdi. Qiyin ayting, uning zot nima bo'ldi? Naoko. Agar Toshisokiga olimada bir ish bo'lgan bo'lsa, siz uning bilan hozirgidek obda o'tamsiz. Naoko, Kobayashining anasi keldi. Nima? Kichigidan tatib bu yerda cho'ng bo'lgan bo'ladi. Uning anasi hozir uni akatgil kelibdi. Tez bo'ling. Buni so'ng beray. Rahmat. Mani beray. Rahmat. Kichik do'stlar, rahmat. Bolalarning anasi Kobayashi bilan xo'shlashib Kobayashi bek yaxshi bo'ldi. Ko'pchilikning deb rahmat aytsan bo'lar. Rahmat aytqili boshqa bir kun keladi. Anam bilan ketgin, ha? Gap angla, ha? Emis biz ketdik. Xo'sh. Xo'sh emsa. Kobayashi xo'sh. Xo'sh. Kobayashi. Xo'sh Kobayashi. Ayni vaqtda dal o'sha joydan ish
qizchaqning dadisi o'z qizlarini yetilab bu darvozadan chiqib ketgan edi. Halbuki oxiri uzilmas tragediyami yana mush joydan boshlandi. Ay, Kobayashi. Nemish qaytib kelding? Bir narsang unutib qaptimi? Men ketmayman. Mush yerda qolaman. Kobayashi. Men ketmayman. Kobayashi. Undaq dema. O degan sening o'z onang. Kobayashi. Gapimga quloq sol. O'z otasi bilan birga turgandim ortiq xushallik bo'lmaydi. Dastlab sal qo'ring'ining bilan nay tezli ichib ketsan. Mana shundoq bo'lgan. Bir qancha kun o'tmayla onangni yaxshi ko'rib qolsan. Bo'ldi. Men hozir sen eng yaxshi ko'radigan bir narsani aytib beray. Andan keyin onang bilan uy ketgin. Rahmat. なぜ泣くのカラスは山にかわいいナナスの子があるからよかわいいかわいいとカラスは泣くのかわいいかわいいと泣くんだよ山の古巣へ来てみてごらん丸い目をしたいい子だよ Mana bu ayliq kun oqshom doktorxonadan qochib ketgan erning surati. Agar uni topa olsak yaxshi bo'ladi. Shundoq, uni tepib, uningdan o'zini urg'ini Shimazaki emas ekanligini bilib olsak, shukr degan bo'lardik. O chaqda hamish oydinlashgan bo'ladi. Shundoq, uni topamsak qanday qilamiz? Agar ayliq yosh kelib guvohlikdan o'tmasa, charsiz qoldigan gapganda. Bir kechida birla vaqtda bir-biriga o'xshib ketadigan shundoq diloning yuz berishi tunji qitin. Kechiring. Kechikib qoldim. Hey! Bugun haqiqatan xushallanarlik ish bo'ldi. Kobayashining onasi axir tepildi. Toshi Soki bilan uchrashaman deb kechikib qolgansan haqcha. Da'vatgan gapingizni qarang. Nima undaq ish bo'lsin? Naoko. Sen onu yaxshi ko'ramsan. Sen onu yaxshi ko'rib qopti deb anladim. Ahvolga qaraganda onu yaxshi ko'rib qopsan. Naoko, elaka harhamzade. Men bilan qasddan o'yishishayotgan odamning o'g'li. Naoko, sen uning bilan podakarlik qilmagin. Dada. Uning dadisi mening seskan qamatayotgan tursa, sen uning o'g'li bilan muhabbatlashib yursan bo'ladi. Shibazaki, bo'shroq gap qiling. Naoko, senden o'tinib qolay. Uning bilan karam bo'lmasin. Onun bilan bo'lgan munosabatimni uzib. Bo'lamdi. Nemishqa ma'qul demaysan? Naoko. 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 Eğer ki Toshin Soki bilan karam bo'lmasa. Yoshino degan bu hubba
Oğlu arkalık seni aldap emketmekçi. Biz tadı balı birbirimizden ayrı etmekçi. Senden ötünüp qalay. Bundan keyin akamga pishibamma. Akam hozir qattiq siqilib atadi. O cho'ng dadam va dadam bilan sening o'tirangda kelib, nima qilarini bilmay qilib atadi. Na oku. Seni qatilning qizi deb ataymi? Yo'q. Men qatilning qizi emas. Men sotda dedim-ku. O deyiladi-ki, qatil mening dadam bo'lmasligi mumkin. Dadam tepivatgan ilk odam yerlanganli bo'lishi mumkin. Seningcha, dadam yaxshi odamga qasdam qarchaplayotgan o'xshamamdi. Bilmayman. Ish qilibdi. Men dadamga ishinaman. Ondaqda o 7 yil turmida nima deb yotdi? Ilgari odam o'ltagach yetib kelgan-ku. Yezmiko. İş saldı bo'lsin. Bundan keyin Toshi Sokini izlama. O hozir qonunni berilib uyg'onib yotadi. Bu nuqtadan aytgandim. Sen bilan birga bo'lolmaydi. Ish qilib bundan keyin akamga yepishibman. Senin berishing ruxsat yo'q. Agar bir qadam oldinga mang'adigan bo'lsang, ilk gapni vaqib debdimi? Qatilning qizi emas. Bu deyiladi. Dadam balki gunohsizdir. O'tib ketgan ishga kelsak. O'tib ketgan ishga kelsak. Dadam bu gunohni 17 yil tortdi. Toshi Soki, siz yana bir qaytim deb beqingchi. Dadam bilan men tamamen o'xshamaydigan ikki odam. Siz shundoq degandingiz-ku. Dadam agar cho'ng gunoh qilgan taqdirdami, men unga o'xshamaydigan boshqa bir odam tursam. Naoko. O'tinib qolay. Yezmikoning oldida bu gapni yana bir qaytim deyotdim. Neymişki yaptınmaysiz? Ne oku? Akamda kıynama. Deyişki umay boğunu bile. Ölgen adam teyerilip kalamdı. Dadan öldürüp etken adam teyerilемді. Aşı bir aile kişileri bir yekceğim bulalamdı. Neçe yıl türümü diyatkan bile. Bugün ağa tügendi. Bo'ldi qiling Yezmiko. Naoko. Burun men degan so'zlarni unutib keting.
Siz 4-nji ayning 23-nji kuni kech soat 10dan oshganda 1 yoshning yarısını tangan. Shundaqmi? Ha. Uning yarısını o'zingizni tanganmi? Yo'q. Dejorniy doktor bilan ikkimiz tangan. Arqa miyasini 3-4 yipiktik tengib qo'ygandik. Elqi yoshning so'zini yana bir qitim so'zlab bersangiz. O Shizuokawa daryasi bo'yida rangli ko'zoynak taqgan, o'ttir yoshli egizli bir odam meni bir tepli mo'llaq atqizib bitib, arqa miyamni zaxmlantirdi degandi. O tayoq yeyishning sababini aytmadimi? Qasdanga qusur deb burdi dedi. Nima deb qusur tepdi? Buni demidimi? Obdaroq o'ylab baqsangiz. O hiliqi o'ttir yoshli egiz bo'yliq erning uni nima uchun urganligini, masalan, onun mürsiga qasdanga üstü o'tib, ko'zining paxtasini chiqarganligini demidimi? Maysotchi. Bu savol meningcha aldab iqror qildirish xarakterini olgan. Taftish apandi, o'zingizni besib oling. Ma'qul. Yaralangan hiliqi odam doktorxonaga pikap tikaptikanmi? Esimda qolmabdi. Odatda aytganda, kech soat 10dan keyin nihoyat jimjit bo'ladi. Hiliqi yosh qishingizga kirganda doktorxonaning oldida pikapning ovozi anglanmadimi? Bunga diqqat qilmabdiman. Uning yarısı pikap haydashga ta'sir yetkazmadi. Yo'q, undaq ig'ir darajada emas. Yaralang'ich kirganda siz qayerda edingiz? Ambulatoriyal kasal tarix kartochkasini ratlab o'tdim. Agar darvoza sirtida pikap to'xtasa, ovozni anglag'ili bo'ladi. Anglag'ili bo'ladi. Biroq shu chaqda anglmabdi ekanman. Yaralang'ich qochib ketganda siz qayerda edingiz? Dorixonada etdim. Dorixona qayerda? Ambulatoriyaning yinda. Agar yaralang'ich pikapni haydab qochib ketsa, motorning ovozini anglag'ili bo'ladi. Bo'ladi. Lekin men anglamadim. Demak, yaralang'ich doktorxonaga kelganda va ketgan chaqda pikap haydamagan. Shundaqmi? Maysotchi. Taftish apandining savoli guvochining fikrini elish bo'lyotdi. Undaq bo'lsa, savol so'rash shaklini almashtiray. Yaralang'uchining pikap bilan kelib ketganligiga hukm qilishga har qanday ahvolni sezmadingizmi? To'g'ri aytdingiz. Men sezmadim. Yana bir so'ray. Doktorxonadagi ambulatoriya bilan dorixona bir tam desak, tala to'xtagan pikapning ovozini anglag'ili bo'la. Shundaq. Rahmat sizga. Bosh sotchi. Javobgarning iqrorida uning hiliq yigitni urishi, uning pikabi o'zini so'qib atganligidan bo'lgan deyilgan. Boyaqa guvohlik so'zdan tahlil qilishga bo'ladiki, yarısini tangdirib doktorxonadan qochib ketgan hiliq yigit pikapni haydab qochib ketishga tamoman qodir. Lekin u kelib ketgan chaqda pikapga tushmagan. Buningdan shuni hukm qilishga bo'ladiki, javobgar urgan odam shak shubhisizki, bu deloda pikapning yonida o'lgan ziyonlang'ichi shu. Siz yana tuhmat qilyapsiz. Uni o'ldirgan odam men emas. Men urgan odam siz devatgan hiliq odam emas. Siz devatgan hiliq odam emas. Rahmat sizga. Siz Yilmo Shimazakini jinoyatchi deb qaramsiz? Albatta. Bo'lmasa uni ayblab nima qilatdik? Kechiring. Shundaqla so'rab baxtim. Ne bo'ldi? Sizga nima bo'ldi? Dadam eliq ishni Toshisokiga aytibdi. Shundaqmi? Toshisoki dadasini Shimazakining o'ldirib aytganligini bilibdi-da. Aslida bu ishni uningga uqtamasman deb o'ylagandim. Shundaq. Naoko uchun aytganda, uningga ham nafas bo'ldigan Toshisoki qolgan edi. Aslida Toshisokini mening o'rnimda uningga hamroh bo'lamikin deb o'ylagandim.
aniq ko'rgansiz. Sizning balangizmish ikkalan. Shundaqmi? O'tinib qilay. Naokoni esingizdan chiqarib o'ting. Bo'lamdi. Ko'nglingizni tushunaman. Biroq meningmi ko'nglim tushunishingiz kerak. Naokoning ishini deb Azizli Yoshino apandini izlabadingiz. Texnoga yo'g'in bag'ın olmadingiz. Yomiko. Bunda qilaversangiz sizga qandoq ishini? Bundan keyin Naokoni izlab bormaslikqa menga va'da bering. Naoko, bu yoqqa keling. Neymiş o'g'anda? Takatoshi instituti bilan bo'lgan musobaqa boshlanay deb qoldi. Sizga deydigan gapmi shu? Bundan keyin Toshi Sokini izlamang. Adabsizlik bo'lsa so'rab baqay. Siz bu gapni uning dadisi bilan taftish amaldori Yoshino apandi o'tirisidagi munosabatni ko'z tutib da'vatamsiz qandaq? Yo'q. Men 2 yoshning kelgusini o'ylayapman. Naoko, men sizga azaldan ochiq chiroy ochmadim. Shunga bir putum ko'rki sangilab qolgan mendek bir qirning lavzini yeb qo'ying. Toshi Soki bilan adachoda bo'p keting. Rahmat. Toshisuke, men Dada. Men ojiz bir kishi. U yon o'ylab, bu yon o'ylab yanila Naoko bilan birga yashash qaroriga keldim. Meni taqdirga tizbikdi desangiz mayli. Ish qilib men shunda qilaman. tushundim. Bo'ldi, so'zlamang. Ehtimol men to'g'ri qilmagandiman. Biroq bu ishni Naokoga demasligingizni umid qilaman. Albatta demayman. Dada. Naokoning ish to'g'risida obdaroq o'ylanib bilishim uchun menga yana biroz vaqt bersangiz. Toshisuke. Görüşüp geldim. Onunla bundan keyin Toshi Sokini izlemem dedim. Dada,
Meningcha, bunday qilishim sangamo va Toshisokiga foydaliq. Shundaqmi, Toshisoki? Dada. Siz nimishqa bunday qilasiz? Bu ishni Toshisokiga deganingizmi yetib oshadi. Dada, siz yoshlarning turmushiga nimishqa aralashib olasiz? O bundaq zarbiga qandaqmi bardoshlik bera oladi? Dada. Ko'nglingizga aman. Ben hissiyatga berilib ketibdiman. Kechiring. Anlasam, akşam dadam kepti. Onun gepi qopalırak ketken bolsa, kechiring. En yaxshisi onun gepini butunlay unutib keting. Men kaltak top musobaqasiga qatnashmoqchi edim. Shunaq. Naoko. Savoqdoshlar, bekatga yugrab boramiz. Bo'ldi. 5-2. 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 Bu gapcha Naoko'ning qishig'i endi borolmaydi ekansizda. Ha. Otaki bilan shundaq deyishdik. U mendan Haru Yoshi bilan tamoman bir yoqqa tashlab deb Naokoni o'ylab yuramdikin deb ansiraydi ekan. Shunga mushundaq demak bo'lmadi.
bundan keyin Naoko'ning ishiga ko'proq ko'ngil bilib qo'yasiz. Uni baldurroq yaningizga qaytarib kelishingizni umid qilaman. Ishikaniko. Otaki xonim. Munda qilsangiz bo'lamdi. Siz rostilla chiday olamsiz. Bu ömrümde mushundaq o'tib ketadigan o'xshayman. Naoko'ning ishini sizga topshirdim. Rasmo. Bundaqda sen onundan münasebetini üzdünmü? İş okuduğun bob ketkenini qara. Ötkenki ochiq sotda Yoshino degan ablah meni qotil qilib o'tibdi, demoqchi bo'lgandi. Biz nemishqa uning o'g'li bilan yaxshi o'timiz, ha? Endi uning bilan hargiz ko'rishmayman. Rasmo. Emmisi. Emiz gepimiz gep. Naoko. Men gunohsiz. Bu yerdan chiqib ketish oldida turaman. Sen bilen yeni başladın, birli turmuş kechiraman. Bu qatam chiqib ketgandan keyin biz dada bola yiroqcha ketaylik. Qo'sqi razil plan tuzoqlar bilan to'lgan bu ablahlardan ayrilib, noiti yiroq joylarga ketaylik. Noiti yiroq joyga? Sen xohlamaysan? Xohlayman. Qancha yiroq bo'lsa shuncha yaxshi. Bo'man. Nima? Shimazaki Naoko? Toshisokiga deb qo'ysangiz. Men uning bilan endi hargiz ko'rishmayman. Men qat'iy niyatga keldim. Bunda qilishim hammamiz uchun foydali. Dadamning so'zi helimo yodingizda ekan-da. Butunlay buning uchunmi emas. Dadammi meni Toshisoki bilan aloqammi dedi. Shimazaki? Mening Toshisokini yaxshi ko'rib qilishim dastlabki xato bo'ldi ekan. Onunla aytib qo'ysangiz. Bundan keyin meni izdamesin. Sizdan o'tinib qolay. Naoko. Siz pushaymon qilmamsiz. Gapimga quloq soling. Naoko. Qaysarlik bilan yashang. Men sizga ishonaman. Siz yolg'izlik ichida 17 yilni o'tkazdingiz. Tug'ilgandan tortib hozirgacha mushkul sharoitda tirkishib keldingiz. Chidab turing. Yana bir mezgil chidab turing. Bo'ladi. Bu albatta azobli ish. Lekin yana qaysarlik bilan yashash kerak. Chidab turing. Yana chidab turing. Kechiring.
Meni cho'qim kechiring. Tepkiş efendi. Hozir faqat mushunili deyalayman. Anisi men chiqay. Toshisuke bilan birga o'tgan kunlar qisqa bo'lsa-mu, lekin intayin xushal o'tgan edi. Kobayashi o'z ota-onasi bilan birga turgandami ortiq xushallik bo'lmaydi. Dastlab sal qo'rg'oning bilan nayt tezli ishikib ketsin. Men shundoq bo'lgan. Onam bilan birga ketdim. カラスなぜ泣くのカラスは山にかわいい七つの子があるからよかわいいかわいいのカラスは泣くのかわいいかわいいのなんだよ Yuzimiko. Meni kechiring. Dada o'z qizidan kechirim so'ramoqda. U mehribon dadalik muhabbatini mushu orqali ifodalamoqda edi. Toshisuke muhabbat bilan nafrat o'ttirsidagi azob-uqubat ishga cho'glab yuradi. Nobito Toshisuke'ni adablab qo'ymoqchi bo'ladi. Biroq uning kuchli qarshiligiga uchraydi. Dal bu chog'da Shimazakini ochiq sud qilish ishi oxirgi bosqichga kelib qoladi. Naoko Toshisuke'ning o'z dadasining ziyonkashlikka uchraganligining haqiqiy ahvolidan xabar topadi. Keyin kishilarning tafsilotini o'qimoqchi bo'lsangiz, 13-qismini ko'ring.